Voy do't, aka. Birinchi qorin bo'g'ozlaridan boqaman deb pullar tayyorlab turgan aka-ukalarimiz videolarimizni oxirigacha o'tkazmasdan, uzatmasdan ko'rib turasizlar, xudo xolasa. Tanishlar bo'lsa tashab qo'yib turasizlar. Inshaalloh bugunga Andijon viloyati Marhamat tumani Saydullo akamizning xonadonida 4 bosh sozgina birinchi qorin bo'g'ozlaridan aka-ukalar. Xudo xolasa bo'g'ozlilari aniq, uzuq syomkalari bo'lganlaridan aka-ukalar. Inshaalloh sizlarga shunaqa sifatlilaridan orqa ketdi baland sut yo'nalishidagi shvedlarimizdan toza qoliklaridan 4 boshidan ilinyapti. Shunaqangi chiroylilari, sifatlilari aka-ukalar. Malla shvetidan bir bosh aka-ukalar. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni, videolarni sizlarga tayyorlab yetkazib beramiz. Saydullo akamiz bilan birgalikda ma'lumotlarni berib boramiz. Aka-ukalar, videolarimiz kimga qiziqarli bo'lsa, mendan chiroyli layklarni bosib qo'yasiz. Manfaatli video qilishga harakat qilamiz. Aka-ukalar hammasi xudo xolasa sinovli, xudo xolasa o'zlari bo'lganlaridan. Chorvalarimizni yedishtilarga, so'roq savollarga bir haftagacha kafolat beriladi. Xudo xolasa xonadoningizga olib borib, doktorlaringiz bo'lsa birgalikda tekshirib olib, pullarni qolganini sanab beraverasiz. Xudo xolasa aka bir hafta so'roq savoli bilan bo'g'ozlilari, tutaylari chiroyli 4 joydaligi akamiz o'zi kafolat beradi yedishtilariga. Stakan tuyoqlaridan, orqa ketdi balatlaridan, oq yelalaridan so'ragan aka-ukalamizga shunaqangi go'zallari, sifatlilari aka-ukalar. Qarang. Sifatlar qarang aka. Baho berib turasizlar. Xudo xolasa biz sizlarga ma'lumotlarni berib boramiz. Dastavkalari butun O'zbekiston bo'ylab chiqadi. Vodiyga tekinga voqea kelishilgan holatda. Qolgan ma'lumotlarni Xudo xolasa Saydullo akamiz bilan berib boramiz. Saydullo aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldinglarmi? Yaxshimisiz? Rahmat sizga. Bizimizga uydalar yaxshimi uka? Rahmat, Allohga shukr. Bugungi uka mana shu 4 bosh ozgina molimiz bor, hayvonimiz. Hammasi bo'g'oz, yosh ko'chat narsa. Tish buzmagan, bittasini tish buzgan. Shu. Hammasi bo'g'oz. Yeb ichishiga, sog'lomligiga men javob beraman uka. Toza mollardan yana serokgarchiligi. Xudo xolasa. Bor aka, serok. Shved hammasi toza mollar. Shvedga qiziqadi akamiz, o'zi shved bilan shug'ullanadi. Shunisidan berib ketamiz ma'lumotlarni. Mayli, mashina. Bir bo'ylari 120 abishkur. Sog'lig'i ham yo'q, zo'r. Ana uzi syomkasi bor, 2 oylik bo'g'oz ekan. 2 oylik bo'g'ozga uzi syomkasi bor. Tash yuvosh jonivor, yangi qo'qiyapti xolos. Yuvosh, tepmaydi, hech narsa qilmaydi mana, xudo xolasa. Yuvosh, so'skalari ham yaxshi mana, zo'r. Bo'ylari, badani ham toza, bo'ynlari ham baqbaqali mana, shoxlari ham kelishgan yaxshi. Zo'r, chiroyli ekan. Puliga kelsak, uka, puliga 23 million jetcha kami bor. Bo'zi pul, ozgina kelishadi. Vodiy bo'ylab besplatni. O'nachilarda mana shunaqa beryapti. Bozorga chiqib ham ko'radi, YouTube'ga ham solishtiraveradi. Ukalar bo'g'ozidan bo'lyapti. Bo'g'ozidan bo'lyapti. Birinchisi bo'ldi. Birinchisi bu ikkinchisi uka. Bu ham yuvosh, joni sog', yeb ichishi zo'r. Bo'yi 1.30 uka. 1.30. Bo'g'ozligi uzi syomkasi bor, 2 oylik uka. 2 oylik. Hammalari ham so'skalari ham joyida hamma mana yuvoshlik. Stakan tuyoq, baqbaqali, kallasi katta, toza shvedlardan, salayski. Yosh narsalar o'sadi bu mana. Hamma yo'q, xudo xolasa ekan. Buni puli ham yengil ekan. Yengil. 2 oylikki uzi syomkasi bilan ekan. Yeb ichishi sog'lomli hamma yo'qqa uzi bo'g'azligi ham javob. O'zim ham aytganini ham soldirib, o'zim soldirib oldim ekan. Ko'rsatib, video syomka qilib oldim. Narxiga? Narxi 30 million 500 ga ozgina o'tib beraman. Yaqin qilib aytyapman. Ozgina o'tib beraman. Bozorga ham chiqaversin, videoga ham solish, YouTube'ga ham solishtirib ko'raversin. Ko'raverasizlar aka. Ikkinchisi ham bitta joyda olingan. Fatma Zuhra. Bu tish ham yormagan-ku. Mashinagi bitta tish yoribdi. Tish ham yormagan, yuvosh. Tish yormagan. Liniyasiyalar bor edi. Hamma yo'q, so'skalarini qarang, 5 oylik bo'g'oz. 5 oylikdagi ancha-muncha so'ska buni sutdor bo'ladi, xudo xolasa. Ko'p sut beradi endi. To'g'ri joyda, xudo xolasa, zo'r. 5 oylik bo'g'oz. Buni ham bir joyga bo'lsa 30 million 500 dan berib yuboraman aka. 30 million 500 dan. Liniyasiyalarga, orqa korobkalarga e'tibor bersangiz, aka-ukalar sifatli. Xudo xolasa orqa ketib balatlaridan. Cho'ch. Narigina qarang, kichkina pandachani chiroyli. So'skalarini qarang, ko'rinib turishini. Qarang, chiroyli. Gibrid bu, gibrid. Zo'r, chiroyli. Hamma yo'q deyil ekan. Stakan tuyog'idan. Aka-ukalar. Bo'yi 120 abdushkur buni ekan, xudo xolasa. Bo'g'ozligi 5 oy bu ham. Uzi syomkasi bor. Egasi 6 oy dedi, endi adashim mumkin, o'zim soldirib oldim. Doktor qilib 5 oy chiqdi endi. Adashmoqchilik bo'ladi endi. Xudo xolasa aka-ukalar yana puli yengilidan so'raganlar yo'q. Yonidan ko'rsatib ketayotganlarni. Tur joyda, xudo xolasa aka-ukalar
qiziqqan aka-ukalarimiz gibrid va xohlasa parudalari bitta sutdor chiqyapti, bo'ydor. Ularni ham 100 talik beradiganlaridan aka-ukalar. Xo'p, narxiga. Narxi uka yengil buni ham. Uni ajin puliga beraman. 22 million 500. 22 million 500. Vodiy bo'ylab besplatniga. Dastlabki besplatnik. Besplatnik. Xudo xolasa. Vodiydan bo'ladigan bo'lsa, Sadirlar aka, Voy. zaxtolatni necha pul tashlashadi? 500 ming 1 million tashlasa bo'ldi. 500 ming 1 million bilan olsa, Xudo uyga olib borib, molni ko'rib oladi. Molni ko'rib, ashita pul sanab beradi, uyda sanab beradi. Vohali akalarimiz bo'lsa-chi? Vohal akalarimiz 1-2 million tashlaydi, 2 million. Yo'l uzoq, har xil bo'ladi. Mana Qashqadaryoga sotdim, 1,5 million deyapti. Yo'l kirani o'zi 1,5 million. 1,5 million. Siz ham yo'l kiralarni xudosi shopir akalarimizga berib, inson qo'liga aka-ukalar, ular ham gaz suv yuboradi. Inshaalloh. Shu, aka-ukalar bugungi 4 bosh bo'ldi. 1 bosh gibridimiz, 3 bosh shvetimiz bo'lyapti aka-ukalar. Chiroyli layklarni bosib, kommentariyalarda, izohlarda o'zimizning fikrlarimizni bildirib qo'yamiz. Xudo xolasa, shunaqa sifatlilardan, nasllilardan so'ragan aka-ukalarimizni videolarimizni tayyorlab boramiz. Hozir kanalimizga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lib qo'ying deb qolamiz. Xudo xolasa. Bittadan layk bosib qo'yinglar. Layklarni bosish esdan chiqmasin aka-ukalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.